Jamiyatda nuroniylar ma'naviy ustun va axloqiy yo'lboshchi hisoblanadi. Ular o'z hayotiy tajribasi, bilim va madaniyati bilan yosh avlod tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Nuroniylar milliy qadriyatlarni yoshlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning hurmati va qadrini bilish jamiyat taraqqiyoti va ma'naviy yuksalishning asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda ham nuroniylarga alohida e'tibor qaratilib, ularning ijtimoiy himoyasi, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlanishi uchun davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan turli tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari tomonidan 2024 yil 25 noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol nuroniylarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ham nuroniylarga bildirilgan ishonchning yaqqol namunasidir. Narpay tumanidagi nuroniylar mahallalardagi obodonlashtirish ishlarini tashkil qilish, unga yoshlarni jalb etishda ham faol ishtirok etmoqda. Tumandagi O'zbekiston mahallasida ham amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlariga mahalla nuroniylari bosh-qosh bo'lishyapti. Shuningdek, nuroniylar yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish borasida ham sezilarli natijalarga erishmoqda. Qiziqishimga qarab nuroniylar yordam qilishdi. Qiziqish bor edi o'zimda. Keyin shogirdlikka berishdi. Shogird bo'lib yurdim ancha. 6 oy, 7 oyda o'rgandimda. Keyin shu ustaxonani ochdim. Daromadim yaxshi bo'ladi. Oyiga endi o'rtacha 5-6 million atrofi. Har kim o'ziga qiziqish bor narsaga intilish kerak-da. Shu nuroniylar hammasiga kattagan rahmat. Shu qo'llab-quvvatlaganiga. Berkitilgan oilalarning farzandlarini ta'limlari qanday bo'lyapti? Nima yetishmayapti? Daftar yetishmasa daftar, kitob yetishmasa kitob, ustuvor forma yetishmasa formani mahalla tomonidan beryapmiz ularga. Qishlog'imizda 5 ta hunarmandimiz bor. Har bittasiga 5 tadan 25 ta bolani o'sha hunarmandlarga borib mana shu yigitlarni olasan, shuni ishlatasan deb ularni qo'llayverganmiz. O'quvchi qizlarimiz maktabdan bo'sh vaqtida borib hunarni egallaydi. Demak, hunarli yigit, hunarli qiz hech qachon kam bo'lmaydi. Men o'zim har kuni kelib shu mahallamga aralab, xalqimni ko'rib, ular bilan suhbatlashib, dehqonchilik, hokazo oilasini ko'rib, ular farzandlarini ko'rib, nevaralarga o'zim xursand bo'laman. Kuchimga kuch qo'shiladi. Nuroniylar jamiyatdagi islohotlarda faol ishtirok etgan holda o'zlarining boy tajribasi va ma'naviy qadriyatlari orqali yoshlarga hayot yo'lida yo'lboshchi bo'lishadi. Nuroniylarning ijtimoiy hayotdagi o'zgacha o'rni va ma'naviy pozitsiyasi mamlakatimizning rivojlanishida muhim hissa qo'shadi.